Bu videoni ko'rib turgan har bir insonning o'zining ana shunday hayoti davomida shunday orzusi, maqsadi bo'ladi. Agar sizda ham shunday orzu, maqsad bo'ladigan bo'lsa, videoga sirasi like bosib keting. Ana shunday orzungizdagi uylarda olib o'tirish, oila a'zongiz bilan, ota-onalaringiz bilan olib, ota-onangizning duolarini olib o'tirish nasib qilsin deb qolamiz. Mana shu uylarimiz sotiladi. Xudo xolasa sizlarga yaqinda to'liq obzorlarni ko'rsatamiz. Hozir esa niyat etganlar birdan like bosib kommentariyaga niyat qildim, inshaalloh yetishaman deb yozib ketdim. Sabr qil. Alloh qo'llayman degan. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu degan. Kim Allohga tavakkul qilib suyansa, Alloh uni ishini qo'llaydi, o'zini qo'liga oladi degan. Ishonasanmi shu oyatga? Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Alloh taolo aytibdi, kim taqvo qilsa, Alloh unga chiqib ketadigan joyni ko'rsatadi. Muammodan chiqib ketadigan yechimni ko'rsatadi. Orqasidan va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kutmagan joydan rizqini beradi. Va har bitta narsaga Alloh taolo o'lchovni qo'ygan. Har bitta narsaga yetishlik nimasi bor? Vaqti bor.